Avstraliya puhrasi Saddam Abdusalamning ayoli Nadira Umar bilan uning 3 yoshlik o'g'li Lutfi 10 dekabr kuni Avstraliyaning Melbourne shahriga yetib kelib, oilasi bilan jam bo'lgan. BBC'ning xabar qilishicha, Xitoy doiralari diplomatik muzokaralardan keyin Nadira va uning o'g'lining Xitoydan ayrilishiga yo'l qo'ygan. Xitoy hukumati Saddam Abdusalamning Xitoy garajdoni bo'lgan ayoli va uning Avstraliya garajdoni bo'lgan o'g'lini 2017 yildan beri Urumchida go'riga tutib olib, ona bola ikkisini oilasida nazarband qilgan. Saddam Abdusalam 10 necha yildan beri Avstraliyada yashab kelayotgan bo'lib, u 2016 yili Nadira Umar bilan to'y qilgan. Nadira 2017 yili o'g'li Lutfiga homildor vaqtida oilasini yo'qlab Urumchiga borganda Xitoy doiralari tomonidan tutib qilingan. Bu jarayonda u 2 haftadak tutib qilinib qo'yib berilgan bo'lsa-mu, lekin pasporti tortib olinib, uning uydan ayrilishiga yo'l qo'ymagan. Kanada buningdan keyin Xitoy bilan hech qanday harbiy manevr o'tkazilmaydiganligini e'lon qildi. Kanada Tashqi ishlar ministrligining bir turkum yuqori darajalik amaldorlari tayyorlagan Xitoy bilan bo'lgan munosabat doklati gazetda e'lon qilingandan keyin Davlat mudofaa ministri Xorjit Sajjan federativ parlamentga savollarga javob berdi. Ministr Sajjan Xitoy bilan endi harbiy manevr bo'lmaydiganligini aytdi. Sajjan harbiy manevrning amaldan qoldirilishidagi sababning Xitoyda 2 yil tutib turilgan Kanada fuqarosi ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Biz xohlagancha qo'lga ilingan kanadaliklarni har vaqt qo'llaymiz. Bu bizning Xitoy bilan bo'lgan harbiy manevrni to'xtatishimizdagi sabablarning biri dedi. Xitoy bilan Kanadaning ilgirki kelishimlariga asosan 20 dan ortiq birlashma harbiy manevr o'tkaziladi. Kanada bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatik jiddiychilik 2018 yili 12 oyda Washingtonning Eronga qaratgan embargosiga xiloflik qilganligi uchun Xitoy Huawei shirkatining xo'jayinining qizi Meng Wanzhouning Kanadada qo'lga ilinishi bilan boshlandi. Peruda Xitoy Sinopharm shirkatining vaksinasi sinov qilingan bir odamda kam uchraydigan Guillain-Barré universal kasalligi bayqalgandan keyin vaksina sinov qilish to'xtatildi. Peruda Xitoy Sinopharm shirkati tadqiq qilib yasab chiqqan vaksina sinov qilingandan keyin bir kishining qo'lini harakatlantirolmaydigan bo'lib qolganligi e'lon qilingandan keyin bexatarlik sababi bilan bu davlatdagi sinovlar vaqtincha to'xtatilgan. Peru amaldorlarining aytishicha, ular bir odamda ko'rilgan bu kasallikning oz uchraydigan nerva kasalliklari Guillain-Barré universal kasalligi ekanligini faraz qilgan. Yuqumlanmaydigan universal kasalda bemorlarning qo'l va putini harakatlantirishda qiynaldi. Egilinishcha, Xitoy davlat shirkati Sinopharm tadqiq qilib yasab chiqqan bu vaksinani bu hafta Peruda 12 ming odamda sinov qilish planlangan. Amerika Yemeklik va dori nazorat qilib boshqarish idorasi Germaniya BioNTech va Amerika Pfizer shirkati birlikda tadqiq qilib yasab chiqqan Xitoy virusi vaksinasini tasdiqladi. Mazkur idora bu vaksinaning 16 yosh va uningdan yuqori kishilarga berilganligini e'lon qildi. Amerika Yemeklik va dori nazorat qilib boshqarish idorasining raisi Stephen Khan buning virusning shiddatli tarqalishiga qarshi turishdagi burilish nuqtasi ekanligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump tasdiqlangan vaksinaning darhol yo'lga qo'yilganligini, vaksina emlashning mushu hafta oxirida boshlanganligini e'lon qildi. G'arbiy Afrika davlati Nigeriyaning Katina o'lkasidagi yotoqliq maktabda qurolli guruhlarning hujumida yuzlagan o'g'il o'quvchi tutqun qilingan. Qurolli guruh Nigeriyaning Kankara rayonidagi yotoqliq maktabga hujum qilgan bo'lib, hujumdan keyin taxminan 400 odam g'oyib bo'lgan. Vaqani o'z ko'zi bilan ko'rguchilarning aytishicha, motosiklet bilan kelgan hujumchilar havoga o't ichib kishilarni qochirib o'tgan. Nigeriya prezidenti Muhammad Buhari qurolli tashkilotning begunoh pallarga qaratilgan qo'rqinchli hujumini ayblab, bexatarlik qismlarining o'rmonlikda qurolli guruhini bayqaganligini va qutqizish harakatining boshlanganligini e'lon qilgan.